Ey, shoshma. Mashinaga o'tirgach, birinchi navbatda xavfsizlik kamarini taqadilar. Yana bir gap. O't o'chiruvchilar mashinasi, tez yordam mashinasiga albatta yo'l beradilar. Boshqa mashinadagi boshqalarning ayollariga suqlanib qaramaydilar. Mashinadan ko'chaga axlat uloqtirmaydilar. Mana buni o'ngga qayrilganda tepaga, chapga qayrilganda pastga bosadilar. Ishlar ekan-a? Ishlaydi. Ha, unda ishlat. Hop. Birinchidan nosh chakmaydilar. Ikkinchidan ko'chaga tupurmaydilar. Nima qiladilar? Yutib yuboradilar. Bularning hammasi oddiy farosat.